Diqqat! Sirdaryoda davlat hisobidan himoya qilishi kerak bo'lgan advokat pora bilan qo'lga olindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Gumonlanuvchi qulay sharoitga o'tkazib berish va sud jarayonini uning foydasiga hal qilish evaziga pul talab qilgan. Sirdaryo tumanidagi advokatlik byurosi advokati tergov ostidagi shaxsni Xovozdagi 8-son tergov hibsxonasidan tuman ichki ishlar boshqarmasiga vaqtincha saqlash hibsxonasiga o'tkazish, shuningdek keyinchalik sudda ishni uning foydasiga hal qilib berish uchun $5500 talab qilgani aytilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida u $4,500 va 6 million so'm olayotganda qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu advokat gumonlanuvchining manfaatlarini davlat hisobidan himoya qilish uchun jalb qilingan edi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28-211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda deyiladi xabarda.